Oying qani? Yana tashab ketdimi? Oyim kasalxonadalar. Voy, bechora oyingga nima qildi? Farhod akam pichoq qoldilar. Nima? Shoshmang. Meni sizga gapim bor edi. Iltimos, xo'jayinimni 3-4 kun olib qoling. Agar Niluga nimadir bo'lsa, Farhodni aniq qamashadi. Farhod qamalsa, men chidolmayman. Hali ham uxlamadingizmi, oyijon? O'g'limni qamab qo'yishgan, qanday uxlayman? Hech tushunmayman. Yolg'iz o'g'limni boshidan kulfat arimaydi-ya. Buvi, dadamning mazalari yo'q. Shunga sizga qilayotgandim. Men hozirroq boraman. Bir o'zingiz uyda nima qilasiz? Katta hovli bo'lsa qo'rqmaysizmi? Men yolg'iz yashashga o'rganib qolganman. Xavotir olmang. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Yaramas. Basharang qursin seni. Nimaga uryapsiz? Bu senga kam. Qo'limda kelganda kaltak bilan savalardim. Dadangni bolaligida xipchin bilan urardim. Shundagina aqli kirgan. Seni ham savalash kerak. Haddingdan oshib ketyapsan. Katta odamga nega yolg'on gapirasan? Uyalmaysanmi? Men sizning nabirangizman. Ular g'irt begonalar. Hozir siz o'shalarni oldini olib meni uryapsizmi? O'shalar sendan ko'ra menga mehribon. Biron marta dilimni og'ritmagan. Na menga yashashga beryapsan, na otangga. Qanaqa qiz bo'lding, Ofat? Yana kamiga qo'rqmasdan yolg'on gapiryapsan. Tilingni sug'urib olaymi? Oyi, bo'ldi, o'zingizni bosing. Qon bosimingiz oshib ketadi. Sen gapirma, jim tur. Qizingni ko'ngliga qarayverib boshingga chiqarib yubording. Yaxshi bo'pti. Men dadamni ham, sizni ham o'shalarga berib qo'ymayman. Bizdan uzoqroq yurishsin. Qachon bunga aql kiradi? Mana shu hunarlarini eriga ham qilganda. Shunga haydab borgan. Yo'q. Bir nima qilish kerak. Buni shunday qoldirib bo'lmaydi. Boshga tushgan balo bo'ldi. O'g'lim, nimadir o'ylab topmasak bo'lmaydi. Ah. Nega jimsan? Oyi, o'zim ham hayronman. Qayerda adashdim, qayerdadir xato qildim. Tushunmayapman. Bo'ldi, mayli, siqilmang oyi. Nima qilay men ham? Shirin bo'lsa kerak, Ha. Rang-barangligini qara. sariq rang. bularni Voy, juda ham marosni yegim kelyapti. Ob. Yashil. Sariq. Xo'sh, xorma Matluba. Bor bo'ling. Charchamayapsanmi? Rosa marosni yegim kelyapti. Meni ham. Aylangan chiqsa zo'r bo'lardi-ya.
Marojniy yegilar kelyaptimi? Ha? Nima qildik bo'lmasam? Marojniy yegani boramizmi? Ha? Senchi Matluba borasanmi? Agar bolalarim xohlashsa, ha, men ham boraman. Agar siz bormasangiz, biz ham bormaymiz. Bo'ldi. Ana. Unda men ham borganim bo'lsin. Qani, tayyorgarlik ko'ramiz. Marojniy ishga boramiz. Ura! Marojniyga boramiz. Bo'laqa, tez bo'ling. Bo'pti, men bolalarga qaray. Bo'la qol sen ham. Xo'p. Choy. Mayli, keyin ichamiz. Lena. Леночка, Lena, давай. nega Почему eshikni ты qulflab закрыла olding? дверь? Открой. Tinchlikmi? Men hech kimni ko'rishni xohlamayman, oyijon. Влюбленные всегда Sevishganlar дерутся, hamisha ссорятся, ma'lum а vaqtdan потом keyin yarashadi. еще и вместе Bo'ldi, будут. siqilma. U meni oldimga kelmaydi. Oyisi ruxsat bermaydi. Men hech qachon bunaqa erkakni ko'rmaganman. Faqat oyisini aytganini qiladigan. Lena, Да, nima мам. deysiz, oyi? Ой, посмотри, Ering pastda прямо o'tiribdi. перед окном стоит. Ikkita ko'zi Давай, oynada. выходи. Ishonmayapsanmi? Verishdi, давай, O'zing kelib посмотри. ko'r. Что, Rost серьезно? aytyapsizmi? Yo'q, qaramayman, Нет, не oyi. смотрите, мам, пусть Tursa стоит. turaversin. Lena, он Lena, axir u на sovuqda холоде turibdi. стоит. Давай. Bo'la qol. Пусть Tursa не будет его turaversin. жалко. Meni Ему ham не dilim жалко og'ridi. меня? Ой, ты такая Buncha капризная qaysar у bo'lmasang. меня. Не хочу, мам, Yo'q, oyijon, почему? qaramayman. Давай, выходи, я Yura не qol, хочу qizim. сама пить чай. Tur o'rningdan, kel choy ichamiz. Mayli, Ладно, oyi. мам, щас Hozir выйду. chiqaman. Только переоденусь. Kiyimlarimni almashtirib olay. Давай. Bo'la qol, Подождать, seni давай. kutyapman. Подожди. Chiqa qol. Mazza qilib marojniy emas. Mana Marojniy. Qani, ol. Sen ham ol. Mana Mengami? senga. Bizdagi ekan. Rahmat. Shirin ekan, ha? Hozir. Ana. Qalay, yaxshimi Marojniy? Shirin ekanmi? Yaxshimi? O'zizga nima deysiz? Yo'q, yemayman. Meni tomog'im og'rib qolishi mumkin. Juda shirin ekan. Bilasan-ku, Matluba. Izzat, sekinroq. Juda mazali ekan. Tomog'imizga ehtiyot bo'lamiz, ha? Meniki ham. Shirin ekan. Yaxshi ekanmi? oling. Ol, yeyaver. Yo'q, rahmat. Rahmat. ФБР сообщает, что атака на синагогу в пригороде Детройта 12 марта была организована при содействии радикальной шиитской группировки, что, исходя из имеющихся на данный момент Oyi, сведений, атака представляет собой Qodir haliyam turganmikan? Men qayerdan bilaman? Bor, o'zing qara. масштабного расследования. Нет, Yo'q, qaramayman. Ehtiyot bo'linglar. Ey bolalar, sekinroq. Ilyos, Izzat. Shoshilmanglar, qoqilib tushasizlar. Oyog'ingizga qarang. Мошенник пытался удалить свои цифровые следы. ФБР удалось обработать сотни единиц цифровых и криминалистических доказательств и провести более сотни опросов свидетелей, членов семей и знакомых. Совершивший нападение Айман Газали является выходцем из Ливана и получил гражданство США в 2016 году.
Tashqariga chiq. Yo'q, chiqmayman. Unda o'zim boraman. Undan ko'ra oyingning yoniga bor. Baribir chiqmayman. Ana bunday qilamiz. Yo'q. Bo'pti, sen o'ynachi Matluba. Qani? Ha mayli. Matluba oyingni ko'raylikchi. Kerak sariq ayiqchani oling. Qani pastroq, yana. Qanaqa ko'tariladi? Voy, bunisiga o'tib qoldimi? Qani? Qochib tur. Ola olmading. Mana qarab turinglar. Qani Hoppa, qani dadajon? hoppa. Ana bu ayiqchani oling. Mana shuni oling. Chilabek pavukini oling. Endi men o'ynayman. Endi Men to'g'ri mo'ljalni olgandim. Faqat ko'tarishni bilmadim. Bo'pti. Ana u yerda yaxshi o'yin bor ekan. O'shani o'ynaylik, ketdik. Ketdik, yuringlar. ketdik. Ha? Derazasiga termilib o'tiribsanmi? Yo'q, o'zim turgandim. Ko'rib turibman-ku, 3 soatdan beri turibsan. Oyog'ingdan zag' o'tib ketdi. Shamollaysan, yur uyga. Oyi, yosh bola emasman-ku. Namuncha terga berasiz? Nima qilay? Bolamsan. Shamollasang kim kuyadi? Men kuyaman, bildingmi? Xo'p. Hozir kiraman, oyi. Senga xotinlik qilmaganga sodiqlik qilma. O'zi boshidan bo'lmag'ir narsa edi. Oyi, sizga bir gap aytaymi? Ha, ichingda qolib ketmasin, gapir. Erkak kishiga juda og'ir ekan. Bir tarafda xotini, bir tarafda siz. Ha, Ikkalasini kelishtirish oson emas ekan. kelishtirarding agar meni aytganlarimni qilganingda. Bildingmi? Uni ham meni aytganlarimni qildirganingda kelishtirarding. Qiyin ekan deb o'tirmasding. Shuning uchun erkaklar yosh o'lib ketsa kerak. Ozingdan shamol uchirsa bunaqa gaplarni. Gapirma. Nima qilay? Leonani sevaman-da. U sizga yoqmaydi. Bitta yo'lim uydan kech qoldi xolos. Ha, chiqib ketib to'g'ri borasanmi uyiga? Ha? Ana. O'zi shularni ko'chirib o'rmasam. Yo'q qilma yaqinda. Ko'rasan. Oyi, qo'ying, hech bo'lmasa yashashga bering, iltimos. Bilganingni qil. Ehtiyot bo'ling. Ishing bo'lmasin. Kenayi, oyim hozir qayerdali? Kasalxonada bo'lsa kerak. Meni oyimni oldiga olib borasizmi? Yo'q, hozir olib borolmayman. Qachon olib borasiz? Bilmadim. Sizni bog'chaga tashiyman. Keyin bir joyga o'taman. Unda kechki paytda boring. Harakat qilaman. Ha? Yaxshi dam oldingizmi, oyijon? Dam olish qayerda? Bog'chaga olib ketyapsizmi? Bog'chadan chiqib, Farhod akam oldilariga o'tib kelaman. Borib kelingchi. Agar mabodo meni so'rasa, tezda qo'ng'iroq qiling, yetib boraman. Xo'p. Kirsam bo'ladimi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Haliyam miyamda yo'g'ulash ketmayapti.
Hozir dorilarni, ukollarni qilib qo'ysa, ancha yaxshi bo'lib qolasiz. Banu. Ofisdagi ishlarim qolib ketdi-da. Bu nima deganingiz? Ah, Hech kim ishni ko'tarib olib keta olmaydi. O'zingizni o'ylasangizchi. bugun maosh beriladigan kun a? Shuning uchun hisobotlarni ko'rishim kerak edi. Men borman. Hammasini hal qilib kelaman. Siz xavotir olmang, xo'p? Endi nazokatingiz bor. Xudoyim sizni menga berdi. Bo'lmasa nima qilardim? Men o'zi har doim kerakli joyda paydo bo'laman. Haydovchi shu yerda. Tezgina ofisga borib kelaman, xo'p? Tezroq qayting. Aksiga olib, afzalam yo'q. Bo'lganda o'zi hal qilardi. O'shani gapirmang, iltimos sizdan. To'g'risini aytsam, ismini ham eshitgim kelmayapti. Xo'p. Gapirmayman boshqa. Men tez borib qaytaman, xo'p? Yaxshi boring. Banu. Xudoyim o'zi sizni menga yetkazdi-da. Nima qilyapsan? Nimaga meni kompyuterimni tutyapsan? O'zi, ishlaringiz qanaqa ketayotganini kuzatishim kerak-ku. Nima, dadang ko'z quloq bo'lib turgin deb tayinlab ketdimi? Yo'q, o'zim qaradim. Ikkinchi mendan so'ramasdan kompyuterimga qo'lingni tekkizma, tushundingmi? Xo'p, mana. Eng yomon ko'rgan narsam xotin kishi erining ishlariga aralashgani. Bo'pti, jahlingiz chiqmasin. Kiyimlarimni tayyorla. Ketishim kerak. Hamkorlar bilan uchrashuvim bor. Tur. Xo'p. Kimga nima jo'natdi ekan? Bekordan bekorga ertalabdan titmayapti. Otasiga yubormoqchi bo'ldimikan? Yo'q. Kimga jo'natmoqchi bo'lgan ekan, ha? Alo, assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Yaxshi emasman. Nima bo'ldi? Kechasi bilan mazam bo'lmay chiqdi. Belim og'riyapti, ko'nglim ayniyapti. Bo'yingda bo'lgandir-da. Doktorga borish kerak. Birga borib kelaylik. Sizga aytadigan gaplarim bor. Xo'p, qayerga boramiz? O'zimizni klinikaga chiqaman. Xo'p, qizim, kelaver. O'sha yerga kelib turing. Men ham yo'lga chiqdim. Xo'p.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz hali ham shu yerda ishlayapsizmi? Ha, Nima hujjatlar? ishchilarning oylik hisoboti. Hujjatlarni Sodiq Turg'unov ishini xonasiga olib kirib bering. Men o'sha yerda bo'laman. Lekin Sodiq Turg'unovich xonamga hech kimni kiritmaylar deganlar. Menga mumkin. Hozir o'zlari kelib qolsalar kerak. Kelmaydilar. Bir hafta ishga chiqmaydilar. Mazalari yo'q. Maosh masalasi bo'yicha hamma ma'lumotlarni tezlashtiring. Men ham ketishim kerak, xo'pmi? 2 soat vaqt. O'zidan xo'jayin yasaboptimi? Oddiy kotiba bo'lsa, hisobot tushunmasa. Bu joylar, bu ofis, xonalar, bu kompaniyaning har bir qarichi sekin-astalik bilan meniki bo'ladi. Nazokat qil. Sen uchun bayram endi boshlandi. Muncha yashashni yaxshi ko'raman. Menga yaqinda ishga kirgan Javlonni chaqirib beringlar. Xo'p bo'ladi. Ay, nazokat botirimna. O'ziga keldimi? Ha, ko'zini ochdi. Yomonga o'lim yo'q deb shuni aytadi. O'ziga kelishi bilan menga shartlar qo'yishni boshladi. Yana qanaqa shart? Ko'nglini meni xohlasa, shuni gapiryapti. O'g'ling ahmoqlik qilib, unga bizni tutib berdi. Nimaga uyda bo'lib turib qaramagansan-a? Yana oshxona pichog'ini olib chiqib ketgan. Ko'rmadingmi sen? Ko'rganim yo'q. Ovqat suzib bering dedi. Suzib berdim. Qaysi payt pichoqni olgan hayronman. Ko'rmaysan-da. G'iybat bilan ovora bo'lib o'tirgansan. Hech kimni g'iybat qilganimiz yo'q. Shayton yo'ldan uraman desa bilmay qolar ekansan. Xo'sh, nima dedi? Qanaqa shart qo'ydi? Oyi? Ha? Nima qilyapsiz? Nima?
Kalit qidiryapman. Chaqirtirdingizmi? Oy xudoyim-ey. Chol kalitni qayerga qo'ydi ekan-a? Pullarni qayerga bekitganini bila olmayapman. Oyi, Ha, tipa-tuzuk odamni qanaqa qilib kasalxonaga tiqdingiz? go'rga tiqmaganimga shukr qilsin. Tavba. Bitta doriga yetadigan kuchi bor ekan. Nokaut bo'ldi. Endi nima qilamiz? Menga bir hafta kerak. Bir haftada ulgurishim kerak. Tushunyapsanmi? Turma. Kalitni qidir. Oyi, lekin cholni jahli yomon ekan. Bilib qolsa yomon qiladi. Sherdan qo'rqqan odam uni sirkda o'ynatmaydi. Sherni og'ziga boshini tiqqan odamni ko'rganmisan? Ko'rganman. O'shalardan bittasi menman. Qo'rqsang, raqibing sezib qoladi. Qo'rqmasdan bosish kerak. Men duxim yetmaydi. Duxingdan o'rgildim seni. Shuning uchun ham birinchi bo'lmaydi. Boshqalarning puliga kun ko'rasan. Qanaqa qilib bunaqa yashash mumkin-a? Sigaretini pulini ham men beraman, Alfons. Tavba qildim. Erkak kishiga shu hayot yoqadimi senga? Ha, yoqadi. Menga esa yoqmaydi. Hamma o'zi uchun o'zi kurashish kerak. Bo'l. Turma, yerlar qara. Men ham qidirayman. Ay xudoyim. Qara dedim, ochani o'tortmani. Xo'p. Qara, yaxshilab qidir. Ey, tortmani qara. Xo'p. Tortmani qara. Taqqilatib kirsangiz bo'lmaydimi? Uy so'rayapti. Yana nimalardir? Nima o'shalar? Bilmayman. Ish qilib bir umr boqasiz demadimi? Shunga o'xshash gaplar. Yana boshimizga chiqib o'tira olar ekanda, shu kam edi bizga. Mayli. O'ziga kelib qolar. Jon achchig'ida to'g'ri kelgan gaplarni gapiryapti. Agar meni bolamga ziyon yetkazadigan bo'lsa, o'zim borib tinchitib kelaman. Sayoq yursang tayoq yeysan deyishardi. Mana oqibati. Yana boshladingmi? Eshik taqillatishni ham o'rgataymi sizga? Yo'q, haligi nimaga kirdingiz? hujjatlarni olib kirmoqchi edim. O'zingizlar nima qidiryapsizlar? Yillik hisobotni. Ha, yillik hisobot seyfda turibdi-ku. Bilaman seyfdaligini. Kalitini topolmayapman. Kalit Sodiq Turg'unovichning o'zlarida bo'ladi.
hisobotlaringiz qani? Kompaniyani umumiy hisobotlari ham bor edi. Shunga oylik maosh hisobotlarini ham kiritaymi? Hammasini olib kiring, boring. Bo'la qoling. Xo'p. Esma xotin. Ana endi oltin tuxum qo'yadigan tovuq qo'limizda. Navbatam ko'p ekan-a? Oyi, to'yda o'rtaga chiqib olib o'ynagan, bo'ylari baland, chiroyli ayol esizdami? Ha, anavi davradan olib chiqib ketganmi? O'sha. Qaynatam ofislariga keldi. Farhod akam bilan ko'rib qoldik. Farhod akam rosa asabiylashdilar. O'zlariga kelolmay o'tirdilar. Keyin kechqurun oldiga boribdilar. Voy, nega boradi? O'sha ayolni pichoqlab qo'yibdilar. Nima? Voy, o'lmasam. Nega pichoq tiqadi? O'sha ayol to'ydirib yuborgan ekan. Voy. Qaynotam bilan qaynonamni urishtiraverib, uydagi tinchlikni buzib tashadi. Endi nima bo'ladi? U ayol hozir reanimatsiyada. Farhod akam ichki ishlarda o'tiribdilar. Nima, endi qamalib ketadimi? Oyi, yaxshi niyat qiling. O'zi shuni o'ylab kechasi bilan uxla olmadim. O'zi g'alati oila ekanda bu. Ertaga nima bo'lishini bilmas ekansizda. O'ylab o'yimga yeta olmayapman. Endi nima bo'ladi? Mayli, siqilma bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Navbatinglar keldi, kirarkansizlar. Ha, xo'p, yur. Yuring. Bo'ldi, rahmat. O'zim senga yana qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, rahmat. Xo'sh. Nima yangilik? Hozircha ishlarimiz 5. Chol kechadan beri ishga chiqmayotgan ekan. Cholni xonasiga nazokat ko'chib o'tibdi. Hamma hisobotlarni qo'lga olibdi. Aytgan va'dasini ustidan chiqibdi-da. Chol nimaga ishga chiqmabdi? Kasalmish. Klinikada davolanayotganmish. Ne kasallarni yengandi chol. Nahotki klinikada yotolsa. Ana u xotinning ishi menimcha. Bu aniq. Mayli, o'zimiz ishlar qalay ketyapti? Soat 12 da hamkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Soat 4 da qurilishga borishingiz kerak. Ertalab sotuvga start berishni reja qilganmiz. Juda yaxshi-da. Bugun blogerlar ham keladi. Undan ham yaxshi. Tinchlikmi-kan? Hammasi yaxshimi? Tabriklayman. Yaqinda ona bo'lasiz. Rostdan. Ha. Voy, o'zingga shukr. Bola hali kichkina, lekin yaxshi rivojlanyapti. Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Yetkazganingga shukr. Lekin belimda ozgina og'riq bor. Homilani boshlanish davrida belda og'riqlar kuzatiladi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Sekin turishingiz mumkin. Kel oqa. Bundan buyog'iga o'zingiz ehtiyot qiling.
Vaqtida ovqatlaning, vaqtida uxlang. O'zingizni ko'p urintirmang. Xo'p, rahmat kattakon. Yaxshi boringlar. Ehtiyot bo'l. Ma, kiyib ol ustingga. Rahmat sizga kattakon. Arzimaydi. Rahmat. Rahmat. Voy qizim. Voy zo'r yangilik bo'ldi-yu. Ey! Nima? Endi men buvi bo'lamanmi? Buvi bo'lasiz. Bu xabarni-chi borib, dadangga birinchi bo'lib aytish kerak. Yo'q, oyijon, shoshmay turing. O'zi uyimda shuncha muammo. Farhod akam oldilariga borishim kerak. Ularga aytay bu yangilikni. Xursand bo'lsinlar, yonlarida bo'ling. To'g'ri qilasan, qizim. Eringni oldiga bor, yonida bo'lgin, bo'ptimi? Faqat o'zingni ehtiyot qilgin, a? Ani doktor gaplari esingda. Esimda. Yana og'ir ko'tarib yurmagin. Voy, uyda ish qilmayman, oyijon. To'g'ri qilasan. Bo'pti, oyijon. Mayli. Dadamga salom ayting. Xo'p. Bo'pti, oyijon. O'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Nima bo'lsa, men aloqadaman. Xo'p. Bor. Bugun borib ishonchli notariusimiz bilan gaplash. Hujjat qilib bersin. Xo'p, gaplashaman. Men o'zimga kerakli bo'lgan narsani ro'yxatini beraman. Shuni hammasini to'g'rilaysizlar. Ay. Qarasang, ko'zni quvnatadi-ya. Millionlar. Bular hammasi meniki bo'lishi kerak. Faqat meniki. Mayli. Bu oyda maosh berib turamiz. Keyingi oy o'ylab ko'raman. Eshitaman Nazokat Botirovna. Maosh keyingi haftadan beriladi. Xodimlari ichki guruhga qachon maosh tushadi deb yozishmasin. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Nimaga o'tiribsan? Tur, notariusning oldiga bor. Bugun hal qilib kelsang, ertaga qo'l qo'yaman. Xo'p bo'ladi. Haligi oyi? Pulim yo'q edi. Ozgina pul berib tura olasizmi? Avtobusda bor. Ha endi Nazokat Botirovnani yordamchisi avtobusda yurmasa kerak. Tur o'rningdan. Avtobusda borasan. Xo'p, oyi, mashinangiz kalitini berib turing. Bor. Bor. Boshim og'ritma. Oyi. Yo'qol. Xo'p bo'ladi Nazokat Botirovna. Adangga o'xshamay. Mana shu mega loyiha. Qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Hamma hujjatlari, ruxsatnomalari olingan. Bu sizning birinchi loyihangizmi? Yo'q, bundan oldin ko'plab loyihalarda tajriba oshirganman. Lekin unda boshqa kompaniya nomidan chiqqanman. Adashmasam Sodiq Turg'unovichning yonida edingiz-a? Mabodo hamkormasmisiz? Yo'q.
Lekin avval birga ishlaganmiz. Hozir o'zim alohida firma ochganman. Ustozingiz ishini davom ettiryapsizmi? U odam menga ustoz emas. Shunchaki hamkasb. Lekin dodadan ancha narsa o'rgansa bo'ladi. Juda aqlli odam. Men unday deb o'ylamayman. Hozir ular ancha kuchsizlanib qolgan. Menga ham, sizga ham hamkor bo'la olmaydi. Balkim. Oilasi ham notinch deb eshitdim. Shunaqa desa ham bo'ladi. Uni ustiga otaxon ancha qarib qolgan. Shuning uchun siz bir yaxshilab o'ylab ko'ring. Menga hamkor bo'lish qulaymi yo ulargami? Mayli, men bir o'ylab ko'ray. Javobini aytaman. Yaxshi, sizni kutaman. Sog' bo'ling. Xo'p. Restoran juda mashhur ekan-a? Voy, 2-3 bloger kelib reklama ham qilib ketdi. Rosa odam yog'ilib kelar ekan. Turistlar ko'p keladi. Juda yaxshi restoran. Voy, kechachi bir ikkitasini ko'rdim. Boshlig'i hamchi juda yaxshi odam ekan. Mencha g'alamis odamlarning ko'pini ko'rganman. Rosa to'yib ketganman lekin. Doim Xudodan yaxshi odamlarni yo'liqtirgin deyman. Mana duolarim ijobat bo'ldi. Ha, to'g'ri aytasiz. Qizim ham men bilan ishlayapti. Hamma yordam bo'ladi-da. To'g'ri qiladi, opa. Maktabdan keyin qarashadi. Hamma yordam bo'ladi-da. Ha, to'g'ri aytasiz. Hamma yordam bo'ladi-da. Ha. Qizimni olib chiqib ketishim kerak. Pul bilan ruxsatnomani ham olishim kerak. Paytdan foydalanib olmasam bo'lmaydi. Bunaqa vaziyat boshqa takrorlanmaydi. Haliyam o'lmadingmi, Megajin? Men o'lsam, senga qiyin bo'ladi. Ha, nimaga kelding? Qachon bizni tinch qo'yasan, suyg'oyoq? Hali o'g'lingni qo'liga pichoqni tutqizib, sen yuborganmiding? Meni o'g'limni g'ururi bor. Sendaqalarga otasini berib qo'ymaydi. Ko'ramiz. Hali qamoqda qanday g'ururi bo'lar ekan. O'sha g'ururini sindirib tashlashadi. Men o'g'lim qamalmaydi. Qamaladi. Sal avval men arizani qaytarib olib, vaziyatni yumshatish haqida o'ylayotgandim. Endi esa fikrimdan qaytdim. Hech qachon arizani qaytarib olmayman. O'g'ling o'sha qamoqda chirib ketadi. Oxirigacha boraman. Sen shu yerdan chiqmaysan. Meni o'g'lim qamaladigan bo'lsa, sen ham o'lasan. Sen bu yerda nima qilyapsan?
U ana u yerda xorijlik mehmon o'tiribdi. Ko'rdingiz-a? O'zbek tilini ham, rus tilini ham bilmas ekan. Faqat ingliz tilida gaplashar ekan. Shunga sen qaragin, men tushunmayapman. U bo'yini boshini aylantirib qo'ygan. O'zi qayerda ekan? Mahallasidagi kafeda ishlayotganmish. Yur. Borib ko'rib kelamiz. Maza qilib ustidan qotib kelamiz. Bu o'zbek milliy taomi halim. Nafaqat bahorda, balki yil bo'yi pishiriladi. Kamida 24 soat qaynaydi. Ish qilib shumikin? Bilmasam, shu bo'lsa kerak. Mahallani boshida bitta shu kafe bor-ku. Masala hal. Halim so'rashayotgan ekan. Shuning uchun kelishgan. इसका सोलर लगा हुआ है नहीं यार एक्स्ट्रा मंगवा ली उन्होंने मंगवा ली रोटियां यार उसने जाके कहा है कि मम्मा ने कहा है अब्दुलरहमान और मेरी बाहर से आएगी बाबा की पका के दी है ये नहीं मुझे पता हाँ बेस्ट हो गया ना झूठ कैसे करता है आपके सामने बोलता ही नहीं है वो सांप से हो जाता है हाँ हमारे ब्लड में परहेज नहीं है क्या करें कितनी कुर्बानियाँ दें भाई सारी दुनिया आवा कर दी वाह न्यू सेटिंग में मज़ा आ रहा है वाह 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 सोडा बता दिया मैंने नहीं आटा पत्ती और 100 रुपए की मार्च की दाल कल हमें हलीम चावल बनाने वो इतनी सी डलती है ना तो महंगी है 100 हाँ माँ की दाल बस 100 रुपए की हाँ धुली भी बाकी दालें पड़ी है ना इसलिए तो बात नहीं आता है ये ले इसका फोन आ गया हेलो हाँ जी कौन सी दवाई सही बता पेमेंट कितने ओके बेबी डन हो गया हाउ मच हाउ मच हाउ मच ओके ओके बाय बाय हाँ घर के अंदर नहीं बैठ रहा अभी बस
कॉल आ रहा है। कहाँ जा आई एम वेटिंग ब्रो। बढ़ जा तू बैठा रहे बिन के आने दे। हेलो हाँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं कह रही मैं, क्या ओके डन है। किस बात के? तो इतने किस बात के? मेडिसिन कितने की है? अच्छा ओके अल्लाह हाफिज़। आ रहे हो? अभी आ रहे हो कि नहीं? ओके इन्नी जी गल सी बेटा, हाँ इन्नी जी गल सी काका, वड्डा तू आया सानू मारन वाला। से मजा आता है एनिमी को मार के हैं। चूजे की पता नहीं किसकी आ रही है, भाई मुझे क्या पता। हाँ 200 कहाँ गया? इधर ये बाहर छुपा है। इधर ही कहीं छुपा है। ये रहा ना। मज़ेदार कैडी, इसलिए हैवी प्लेयर के साथ खेलने का दिल नहीं करे। क्या पता नहीं उसको, पता नहीं कितने नंबर है। मान पता कर लो कि आसपास बकर सूट दे रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं दे रहे तो तुम बाहर निकलो तो उनसे पकड़ के ले आओ, सुबह लेके आना। ओके दे दो। करते हैं बाद में। अच्छा उसको ये लो, बोल गए इसको करना, उसकी भी तो माँ बहन एक करता हूँ। मज़ा कहाँ है वो। नंबर ये कर मिलाया है। मम्मा ये नहीं उठा रही। ओहो भाई कितने। अच्छा ठीक है डन है, कुछ नहीं आता। उठा लो फोन, उठा लो बाजी। मामा ये ले।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। क्या कह रही हैं? नहीं, मैं तो बस 5 मिनट का काम था मेरा। मैंने तो सिर्फ कटिंग करवानी थी एक ट्राउज़र की। ये तो फिर हम ही बेवकूफ़ हैं, हम इतना इतना टाइम लोगों के लिए निकाल देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही है? सही जवाब दे दिया ना। अब दोबारा टपकेगी नहीं यहाँ पे। उसके साथ एक और नया टेलर आया है, ये इसी के साथ। कौन? माँ फोन आ गया उसी का। उठा लूँ मैं अब? नहीं, तुम्हें उठाना ही नहीं। मैं इसलिए वो थोड़ी दफा करो। मैंने उठाया ही नहीं। हाँ, यही है, किसी का कुछ करना नहीं चाहिए, इनको टक चक के रखना चाहिए सबको। सान खामोश कहीं के। एक मिनट। अपने डब्बे में डाल लो। हाँ, हाँ हो सकता है। किधर से मार रहा है भाई ये? इधर कोई है? अच्छा। गले पड़ गया यार ये। बिल्ला सारे काट के भेजा, दुरेमान ले भी आता। कैसे भेजो ऊपर पे? कर रही अभी भी? नहीं, अब नहीं कर रही। कहाँ से धागा बन जाता है? इनका डब्बा खोलो, बिना कोई हेल्थ फूड से निकलेगी अंदर से। ये डब्बा जल्दी। अच्छा। चलो यार, मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने आपको कहा था कि जो ब्रांड बनेगा ना, मैं चैनल वही रखूंगा ना, स्टैंड जो बनेगा।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है ना मैं खुद पहले देख लिया करूँगी, फिर आपको बता दिया करूँगी। बाकी रख लेता हूँ ये वाला चैनल। बाकी आइंदा जो है ना बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चैनल आप मुझे देना उसकी रिकवरी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना, ना पासवर्ड रिकवरी वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर पासवर्ड वगैरह रिकवरी वगैरह चेंज करते हैं ना तो ब्रेंड बनने का इशू बनता है, या रिकवरी वगैरह लगाते हैं तो ब्रेंड बनने का इशू बनता है। अबे यार चैनल का ढेर लग गया, तो अभी तक पबजी में पड़ी ही है। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, सबर करो। सॉरी भाई, इधर वाले भाइयों को तो ठका दूँ, टका टक टका टका दूँ, टका टक टका दूँ, टका टक टका दूँ। मज़ा आया सच्ची, ये होता है गेम प्ले। 14 ओए 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 ओए। हाँ जकेट ही जाएगी टॉप पे, जब होता है 2 किल मेरा दिल टूट जाता है। आयो मैं से डडी हो। एक बारी फ़ोन ही आया, अब ये आए ना हमारे पास कुछ भी लेने, इसको कुछ नहीं देना और इसकी कोई मदद नहीं करनी हमने। बाहर में जाएं, गरीब होने का एक्टिंग करते हैं। हाँ वो इसका नहीं चलना था, मुझे पता था नहीं चलना है, पता था मुझे जिससे चलना ही नहीं है। वो ख़त्म हो गई है, उसके बंदे ने उसको बंद करा दिया बस। हाँ जी, कारी साहब खुद वीडियो डालते रहते हैं और कहते हैं सब कुछ हराम है। बंदा पूछे कारी अगर कह रहे हैं तो कारी खुद क्यों यूट्यूब पे बैठे हैं? खुद कारियाँ को डॉलर चाहिए और हमें कहते हैं ये नहीं तो वो नहीं। बीश क्या हो गया? चलिए चलिए, मैंने वो मिला है, क्या नाम है, इस पर आते हैं 3 है। ओए होए होए होए, पूरा रंगल खाली करेगा हम। चल बेटा जोन में चल, जोन तो चल। इधर भी कुछ है, इससे सलाम दुआ करके फिर जोन में चलते हैं हम। चट भैया आखिरत में मिलेंगे। जोन खत्म हो जाएगा। चलो चली 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 आए। ओ क्या हो गया? गाना क्यों गा रहा हो ब्रो? अल्लाह अकबर। बहुत मतलबी दुनिया है। उसका वही मिर्च है, वही मिर्ची लगी हुई है उसको, मिर्ची उसको वही लगी हुई है, मिर्ची जो लगी है वो वही है। जवाब सही मिला है, इसकी फोन कर रही हूँ, कहा होगा ना चल बुला लेंगे।
ये देखो ना रंडी को माँ क्या हो गया? देखा है मैंने। अच्छा ओके। वो भी डबल प्रेस पहन के ली है। इसको देखो मैं दूसरा को ऐसे राम होती हूँ। इसको भी नहीं दिखाना, खुद ही लगाती हूँ कपड़े। बाद में देखूँ बाद में इसके रेड बात इसमें शर्ट ऐसी पहनी है ऐसी हाँ ये तो पता नहीं क्या हो गया इसको तो। इतनी जल्दी? अभी इतने तो महीने भी नहीं हुए।